Angliyadagi Uyg'ur, Hongkongliklar va Tibetlar Xitoy kommunist hokimiyati qurilganligining 72 yilligi munosabati bilan Xitoyning osonlik millatlarga qaratgan siyosatiga qarshi namoyish o'tkazdi. Amerikaning poytaxti Washingtondagi Lincoln abidasi oldida yig'ilgan yuzlagan Uyg'urlar bo'lsa, oy yulduzliq ko'k bayroqni ko'tarib Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga norozilik bildirdi. Namoyishchilar irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin, Uyg'urlarning ovoziga quloq soling degandek shiorlarni to'lab, Amerika hukumati va xalqaro ommaning Xitoyga qarshi ovozini chiqarishga chaqirdi. Xitoydagi eng yuqori darajali cheriklikka qarshi turish organi bo'lgan Xitoy Kommunist partiyasining Markaziy intizom tekshirish komiteti sobiq adliya ministri Fu Jinhuangga qarshi cheriklik tekshirish boshlagan. Egilinishcha, sobiq jamoat xavfsizlik ministri Sun Lijunmo payshanba kuni cheriklik sababidan kompartiyadan qo'g'langan. Tunis universitetining o'qituvchisi geolog Nikla Budin Ramazan bu davlatning tunji ayol bosh ministri bo'lib tayinlandi. 2 oy ilgari parlamentni vaqtincha to'xtatib, bosh ministrni vazifasidan elib tashlagan prezident Kays Said Budinga hukumatni imkon qadar tez tashkillash huquqini berdi. 63 yoshlik Budin ommaga ancha tonish emas. Budinning bosh ministerlik huquqi uncha keng emas, chunki Kays Said taxminan bir hafta ilgari prezidentning huquqini kengaytgan. Amerika Turkiyani agar Rossiyadan qurol setib olsa, Anqara bilan bo'lgan ikki taraflik munosabatning texmi cho'ng xatarga duch keladiganligi haqida ogohlantirdi. Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Wendy Sherman biz Turkiyani har fursatda S-400 sistemasini saqlab qolmaslikka va Rossiyaning qo'shimcha harbiy aslahalarini setib olishdan saqlanishga chaqirdik dedi. Filippin prezidenti Rodrigo Duterte kelar yili saylamda kandidat bo'lish planidan voz kechadiganligini va vazifa o'tash muddati to'shqanda siyosatdan chekinadiganligini e'lon qildi. Prezidentlik uchun raqobatlashadigan asosli kandidatlarning ichida Dutertening qizi Sara bor. Kuzatuvchilar Dutertening chekinishi qizi Saraga yo'llashdi deb baho berdi. Kosovo bilan Serbiya o'rtasida mashinalarning chegaradan o'tishi sababidan yuz bergan kriz masalasida hosil qilingan kelishimga asosan ikki davlat chegarasiga o'rlashtirilgan alohida qismlar birli vaqtda chekindi. Ekvadorning Goyavel turmisida yuz bergan zo'ravonlik voqeasida kam deganda 116 odam hayotidan ayrildi, 80 odam yaralandi. Egilinishcha, 10 mingdan ortiq mahbus qamalgan turmada mahbuslarning qo'l bombasi bilan bir-biriga hujum qilganligi oshkorlangan.